Tug'ruqdan keyin tiklanishni birinchi o'rinda o'z kuningizni tartibga solishingiz kerak. Chunki agar siz tug'ruqdan keyin vaqtida uxlab, vaqtida ovqat yeb, vaqtida bolani emizsangiz, vaqtida kun davomida vitaminga boy oziq-ovqatlar yesangiz, tug'ruqdan keyingi tiklanishingiz tezroq bo'ladi. Agar siz o'zingizga vaqtida vaqt ajratmasangiz, deylik, ishlaringiz qolib ketdi uyda, o'sha ishlaringizni qilish kerak, kir yuvish kerak yokida sipirib qo'yish kerak. Mana shunaqa ishlar bilan o'zingizni vaqtingiz ketsangiz, sizda itak charchoq va yana ham charchoq bo'lib, yeyotgan ovqatingizni vaqtida yemaysiz va organizmingizga tushayotgan vitaminlar kam bo'ladi, so'rilmaydi va buning oqibatida siz tez charchashni boshlaysiz, anemichniy bo'lasiz, soch to'kilishni boshlaydi, xotirangiz pasayishi va depressiyaga tushib yig'loqlik bo'lasiz. Va eng yomoni, sut kelishi kamayadi va sifati yo'qolishi mumkin. Shuning uchun tug'ruqdan keyingi tiklanish juda ham zarur deb aytamiz. Bekordan chilla davri deb aytilmagan. Mana shu chilla davrida 40 kunda aziz onajonlarimiz o'zinglarni ehtiyot qilishinglar keraksizlar. Sovuq suvga urmasliginglar keraksizlar. Gavjum joy, odam ko'p joyga chiqmasliginglar keraksizlar. Chunki bu paytda immunitetinglar tushib ketib, tez shamollashga moyil bo'ladi va bolangizga ham yuqtirishinglar mumkin. Uning o'rniga vaqtida uxlab, bola uxlaganda albatta siz ham uxlang va uyg'onganda bolani tinchlantirib emizgandan keyin boshqa ishlaringizni qilsangiz bo'ladi. Va bu tug'ruqdan keyingi yana tiklanishda ovqatga juda ham e'tiborli berishinglar keraksizlar. Yengil hazm bo'luvchi ovqatlar, oziq, sabzavotlar, mevalar iste'mol qilishingiz kerak ko'proq va ko'proq suv ichish kerak. Nimalar mumkin emas? Og'ir hazm qiluvchi, misol xamirli, unli mahsulotlar, qovurilgan, quyuq ovqatlarni va gazli ichimliklarni biz tavsiya qilmaymiz. Uning o'rniga sharbat, ko'proq suv iste'mol, namatak damlamasi, romashka damlamasini tavsiya qilamiz. Bir oydan keyin siz bemalol o'zingizga mashqlar bilan o'z tanangizni tonusini oshirishingiz mumkin. Bular ertalabki yengil mashqlar, ertalabki sayr bola bilan albatta peshkom piyoda yurish ko'proq, toza ochiq havoda va kichik chanoqda qilinadigan mashqlarni albatta bajaring. O'shanda sizda boshqa organlaringizda, qin devorlaringizni tushishini oldini olasiz va tonusini oshirgan bo'lasiz. Necha minut gapirdim? ChatGPTdan topib ber, o'shalarni nimalar desam bo'ladi. Psixologik tiklanish. O'shani ber, ChatGPTda yozda o'shani yetsin ChatGPTda. O'zingiz mana Tug'ruqdan keyin eng yana yomon narsa ayollarimizda depressiyaga tushib qoladi, tushkunlikka, yig'loqlik bo'lib qolishadi. Ko'p ayollarimiz murojaat qilishadi. Bunaqa vaziyatdan chiqishinglar keraksizlar. Tug'ruqdan keyin depressiyaga tushish bu ayol o'ziga vaqtida qarolmaydi, vaqtida cho'mila olmaydi, vaqtida ovqatini yeyolmaydi va u jizzaki bo'lib qolib, раздражённый bo'lib qoladi. Har bitta narsa gapinglar ortiqchalik qilib asabiy bo'lib qoladi. Buning o'rniga ayollarimizga tavsiyam, ertalab uyg'onganda albatta oynaga o'zinglarga qarab, "Men sog'lomman, eng dunyoda chiroyli ayolman" deb psixologik o'zinglarni tayyorlash va o'sha aytib o'tganimdek yuqorida jismoniy tarbiya, vaqtida ovqat, vitaminga boy ovqatlarni iste'mol qilganinglardan keyin eng asosiysi vaqtida uxlasanglar, sizlarda yaxshi sifatli gormon o'sib chiqadi va sizlar kun davomida yaxshi kayfiyatda yurib, depressiyani olgan bo'lasizlar. Agar siz shu narsalarga rioya qilmasangiz, depressiyaga tushaverasiz, o'zingizni yomon ko'rishni boshlaysiz. Xuddi o'ylaysizki, atrofda mani hamma yomon ko'ryapti, xo'jayiningiz qattiq gapirsa, men endi yoqmay qoldimi xo'jayinimga, figuram o'zgarib ketdimi, o'zimga qaramayotganim uchunmi, eringizga vaqt ajratmaganingizdan keyin shu sabablar sizda hamma narsaga asabiy bo'lib qolasiz. Shuning uchun aziz ayollar, vaqtida uxlang, vaqtida ovqatlaning, bolajoningizga mehr bering, eringizga mehr bering. Atrofdagilar albatta sizga ko'maklashib, dalda bo'lish kerak. Bu tug'ruqdan keyin tiklanish sizlarda tez samarasini oshirgan bo'lasiz. Va albatta eng asosiysi tug'ruqdan keyin, chilladan keyin albatta ginekolog ko'rigiga borish esingizdan chiqmasin.